Assalomu alaykum va rahmatulloh. Mana keyingi obyektimiz Samarqand shahrida Chayna degan joyda. Mana do'stlar, termotraventin terilyapti. Keyin chagalari qo'yiladi. Yonlariga teriladi. Oynalariga chagalar yopishtiriladi. Burchaklar chiqib kelyapti. Yopilib, zatirka qilib yopiladi. Oynalarga chaga qo'yiladi. Atkoslarni ham tosh bilan chiqarib beryapti. Chaga qo'yiladi ketdi. Kimga shunaqa mahsulotlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqsalaringiz, Samarqand bo'yicha yetkazib beramiz. Mana burchaklar kesib zatirka bo'lib chiqib keladi, xudo xolasa.